Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan shahar va tumanlardagi dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etilmoqda. Aholiga har tomonlama qulaylik yaratish, arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida Paxtakor tumanida tashkil etilgan ushbu savdo yarmarkalari faoliyati haqida muxbirimiz xabar beradi. Kundalik ehtiyoj uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlarini maqbul narxlarda sotib olish aholiga har tomonlama qulay va foydali ekanini izohlash shart emas. Ammo bu borada bozorlardan narx-navo barqarorligini ta'minlash mutasaddi davlat idoralaridan kerakli chora-tadbirlarni o'z vaqtida ko'rishni taqozo etadi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Jizzax viloyat boshqarmasi hamda Paxtakor tuman bo'limi tomonidan bozor va savdo do'konlarida aholiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalarida dehqon va fermer xo'jaliklari yetishtirgan oziq-ovqat mahsulotlari arzon narxlarda xaridorlarga taqdim etilmoqda. Paxtakor dehqon bozori yarmarka rastalarida sifatli va arzonlashtirilgan meva-sabzavotlar, tuxum, sut, go'sht, shuningdek un, yog', shakar va boshqa turdagi mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Xaridor hamda sotuvchilar uchun barcha sharoitlar mavjud. Eng muhimi, ushbu arzonlashtirilgan yarmarkalar faoliyati ko'pchilikka manzur bo'lyapti. Ro'zg'orga bozor qilgan kelgandim. Qishloq xo'jalik mahsulotlari yarmarkasi tashkil qilingan. Boshqa joylarga qaraganda arzon, sifatli hamma narsasi. Prezidentimizga katta rahmat. Shunday yarmarkalar tashkil etilib, mana shu arzon mahsulotlar xalqimizga ham juda ham qulay, hamma narsasi arzon, sifatli. Har doim shu yerda bozor qilamiz biz. Jizzax viloyatiga mana Gulistonda mehmon bo'lib kelgan edim. Hayron qoldim. 4000 kartoshka ekanlar. Piyoz 3000. Menimcha jannat makonda yashayotganimiz, narsalarimiz hammasi yaxshi. Masalan, hozir men shuncha olayotganim, demak, hozir olayotgan narsamni bir oy yeganda 95 mingga arzon-da. Ana endi hozir borib go'shtlar xarid qilaman. Xursandman. Aholi farovonligini ta'minlash, ehtiyojmand qatlam uchun yengillik yaratish maqsadida departamentning Paxtakor tuman bo'limi hamda hamkor tashkilotlar tomonidan narxlar barqarorligi alohida nazoratga olingan. Fermerlarda yetishtirilgan arzonlashtirilgan kartoshka, piyoz, sabzi Zaxiradan olib kelib sotilyapti. Zaxirada bor hammasi. Shakarlar olib kelinyapti. Shakarlar 12,5 mingdan sotilyapti. Maqsadi faqat shu kelayotgan fuqarolarga arzonlashtirib sotish qulaylikni yaratib berish. Bu kabi ishlarning amalga oshirilishi aholiga arzon va sifatli mahsulotlarni yetkazish bilan birga narxlarning sun'iy va asossiz ravishda oshib ketishining oldini oladi.